Assalamu alaikum aziz vatandaşlarım, yaxşımısınlar? Ben vatandaşlar Ablacan Leyli'naman, Amerika'dan sözleyatman. Bugün 9. ayının 25. günü Cüme. Hemimizlerinin uluk Cüme gününüzlerine mübarek olsun. Ben bugünkü nutuğumni mundaq bir parça şiirim bilen başlaşını layık gördüm. Müstakillik bolmasa, erkinligin bek qiyin, erkinligin bolmasa, hukukların bir tiyin. Aziz vatandaşlarım, ben mana şu bir koplit şiirim bilen izchil türde şu Amerika'ya çıkan 24 yıllık musafirlik, sersanlık hayatımda bütkül halkımızga kuchimning yetişçe Uyghur halkının haqiqiy hürligi, azadlığı için fakat müstakillik kırışıla en mühim deganni ta'kidlab keldim. Müstakilliği bo'lmagan bir millatning kishilik huquqi, inson haqlaridan so'z echish to'limi ahmoqonlikdan boshqa narsa emas. Undaqda biz qanday qilib mustaqilligimizni asliga keltira olamiz? Bir qancha kunning oldida men biz nima uchun Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasini qurdik degan tema ustida bir leksiya so'zlagan edim. Ko'plagan vatandaşlarım bunu anlagandan keyin bana intayin qimmatli fikrlerini ve taleplerini sundu. Köpçülükki köp rahmet. Bir kısımları dedi ki, ablacan, sizler nima uchun shuncha ko'p teşkilatlarımız batır oluq, yeni bir partiyani qurishga ehtiyojli bo'lib qoldinglar? Nima uchun hozirgi mavjud teşkilatlar bilan birlikda shularga ergishib ish ilib bormaysizlar degandek bir yo'lliq talablarni o'tirib qo'ydi. Men bularga haq beraman. Ama bu kardeşlerimizge hak beriş bilen birge, yani şunu alayda eskertmekçiyim ki, biz ilgiriki nutkumuzda oturup koyganımdek, biz hiç kim demegenini digili ve hiç kim kılamaganını kığılı çıktık. O digerlik başkalarını kılanmaydı, digerlik emez. Bizden taşkı dünyada kişilik hukuk insan hakları davasını elip verivatkan teşkilatlarımız her halda koludun kilişçe pütkül vücudu bilen tirişip intayin mol galiblerini qo'lga keltirdi ve o'xshash vaqtda kişilik hukuk inson haqlari davası orqali xalqimizni haqiqiy hur azod yasashga bo'lmaydiganligidek bir haqiqatni ham isbotladi. G'albilarimiz uchun degan chog'da hozirgi bizning tashqi dunyoda elib berayotgan da'volarimizni biz kurashga inqilob aylantiramiz deb chiqdik. Biz buni bir zaruriyat deb qaradik. Lekin hazırki taşkı dünyada kişilik hukuk insan hakları davası edip veriyotgan teşkilatlarımızda hiç iş kılanmadı demekçe emasman. Ulamı bütün vücudu bilen tirişip nayeti yaxşı neticelerini qo'lga keltirdi. Mesela Amerika hükümetinin yakında e'lon qilgan Uyghur kişilik hukuk kanunu, mecburi emgeklerini to'xtatish kanunu, qatorliq bir qancha qonunlar o'tirg'a qo'yilib, Uyghur milletinin navbatdagi siyosiy ahvoli, dafsanda bo'layotgan kişilik hak hukukları bütün dünyaya gidek ağıltıldı. Bunun da bizden taşkı dünyadaki kişilik hukuk, insan hakları teşkilatı ve şahslarımızın tökpisi alaydı ki. Ama bugünkü bizim nutkumuzda oturup koymak olan en mühim amillerimizden biri, hazırki taşkı dünyadaki halkaralık siyaset ve onundan bizden halkımızın ve teşkilat, bizden partimizden kandak paylanışı hakkı totalmak için. Hemimizge ma'lum bo'lganidek, Amerika hükümeti bu qitim Xitoyning memleketimiz tuprog'ida ilib borgan irqiy qirg'inchilik faoliyatiga Amerika hükümeti en oldi bilan jiddiy qaradi bu masalaga. Bir qancha qonunlarni ma'qulladi. Bo'libmi, bu yil 7 ayning 22 kuni Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo efendim oshkor qilib, biz Xitoyni o'zgartmasak, Xitoy cho'qim bizni o'zgartadi degan intayin mühim bir noktada oturup koydu. Ve bu Xitoy komünist hakimiyetinin ve onun rejim yani onun siyasi besimini bütünley ağdırıp taşlamışsa bulmaydıqalarından ibaret bir hakikatini oturup koydu. Akıdıllı yana biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi kurulupla vatanimizni hakiki manada Xitoy komünist hakimiyeti tarafından mecburi besvilingan bir devlet işgalligini itiraf qilish haqida bir petition sungan edi. Gerçi Xitoyning virusi tufayli
xalqimiz oshkora ko'chalarga ko'p chiqolmaganligi uchun bu petitionga 100 minglarcha ovoz to'playolmagan bo'lsaqmi, ammo uning natijasini ko'ryapmiz. Yaqinda Amerika hukumatı cho'qim bizning davlatimiz Uyg'uristonni rasmiy besilgan zamin deb e'lon qilish oldida. Aziz vatandoshlarim, bizning ilgirki so'zlagan nutqlarimizga nisbatan yana ba'zi bir vatandoshlarimiz sizlar armiya quramiz debsizlar, u mumkinmi deb masxara qilgan ahvollarni uchratdik. Albatta mumkin. Men ilgirki nutqlarimda o'zimning Amerikada xalqaro qonun o'qigan bir shaxs bo'lish sifatim bilan xalqaro ommaviy qonun, ya'ni International Public Law ve onun maddelerinden misal edip, bizge o'xshash tajovuzchilar tarafidan o'z vatanidan keçip çıkan milletlerinin tashqi dünyada hükümetlerini kurup jakalash, asker kurup yetiştirish ve ularni tarbiyalash, xalqaro qonunlardagi huquqimizning borlig'ini ayrim modellari bilan tushuntirgan edim. Demak, bizning tashqi dünyada davlatimizning mustaqilligini jakalash, asker qurish, asker tarbiyalash, asker yetiştirishdan iborat bundaq bir huquqimiz bor. Biz onun için xalqaro qonunlardan foydalanib turib, buni hal qilishning tayyorligini qilyapmiz, ham qilib kelyapmiz. Ammo bizningki hozirgi tashqi dunyoda mushu da'vo elib berayotgan milletimizning mustaqilligi, erkinligi, hurligi uchun kurash qilyapman deb o'tirga chiqqan bir qism qarindoshlarimiz hiç temtirmestin, hiç hicil olmastin, hiç numus kılmastin, bu millet devlet kuranmaydı. Devlet başkaranmaydı. Digenge okşa sepsetlerini götürüp çıkıp, milletimizin gururuna, milletimizin numusuna, milletimizin gayretige soğuk su sıkmadıdı. Bir millet tilini yokutup koyuşu mümkün, dinini yokutup koyuşu mümkün, hatta çırayları özürüp geçişi mümkün. Örüp adatlarını mı yokutup koyuşu mümkün. Ama bir millet özünün hakiki milli gururunu yokatmaydıken o millet mengü yok almaydı. Bulup mu küreş kılgan millet hiç kaçan yok almaydı. Bizden dinimiz, bizden kalbimiz de bizimle birge yaşaydı. Bizden vatanperverlik, müstakillik gayemiz hem bizden kalbimizde yaşaydı. Eğer biz hemimiz özümüzden kalbimizge bu vatan benim vatanım, menden başka hiç kandak bir güç, hiç kandak bir sınıf, hiç kandak bir grup ve hiç kandak bir hakimiyetten hükümranlık kılışının mutlak ruhsat yok. Diyen bu şundak bir ideologiyani hakiki yürekimizge, kalbimizge çın püküp ve bunun işini edersek, biz ilgili diyenimizdek her bir Uygur'un oylusunda birden atom bombası badek ular hür, azat, müstakil yaşaydı. Her kandak bir millet bir ideologiyaya dayanmak lazım. Bir ideologisi bulmagan bir millet çokum mana bu şunda kul ve biçare yaşaydı. Onda olsa biz bu ideologiyani qanday qilib amalga oshiramiz? Hozirgi xalqaro vaziyat bizga 100 yilda kelmaydigan, bir asrda kelmaydigan intayin esil bir fursat bilan ta'minladi vatandoshlarım. Amerika hukumati bir qancha qitim keynidan özlerinin növbetdeki Uygurlarning ahvoli ve Xitoy komünist hakimiyetining vatanimiz tuprog'iga yurgizayotgan tajovuzchilik siyosatining naqadar xatoligini keynidan o'tirib qo'yib, o'zlarining pozitsiyasini bildiryapti. Endi ular o'zlarining aytvolik bolalarini askar qilib, uyatib, urush qilib bizni ozod qilib bersinmi? Trump hukumati mushu bir qancha kun ichida Uygurlarning hozirgi mushu lagerlardagi türmelerdeki ahvalini nazarda tutup, Xitoy komünist hakimiyetining vatanimiz tuprog'ida elib berayotgan bu irqiy qirg'inchiligini genocide, crime against humanity, yani insoniyatga qarshi qirg'inchilik ifodi degan bir ism bilan atashga tayyorlik qilyapti. Agar Amerika hukumati Xitoyning bu qitimki harakatini genocide, yani crime against humanity deb ism qo'yib rasmiy atsa, u holda ishini olarki bunu çokum to'xtatishga mecbur. Onun için Amerika hükümeti ve Avrupa'daki bir kısım demokratik devletler birleşip Xitoyga resmi şekilde bir zarbe berishga mecbur. Şunun için biz tayyor olmamız lazım. Onun için biz kan töküşke, bedel berishke,
hazırki taşkı dünyadaki ünümlük siyasetlerden doğru paydalanıp, onun için biz tayyor olmamız lazım. Biz asker kuramamdık, elbette kurumuz. Biz bir dinge yoki bir ırkka karşı durmasak, eksince bizning haq yo'ldagi bizning haq talab davarimiz, zimin davarimiz, bizni qirayotgan, yo'qotayotgan bu tajovuzchi Xitoy Kommunist hokimiyati va uning mamlakatimiz tuprog'iga maqsadlik holda o'rlashtirgan tajovuzchi qonunsiz ko'chmanlarni tamamen qo'g'lab chiqish uchunla foydalanadigan askar qursak, albatta bu xalqaro qonunlarga tubdan uygun. Onun için biz, şahsen ben oğlumni bu yıl 22 yaş kirdi ve Amerika'nın hava müdafiye armiyasiga berdim. Biz Uygurlar özümüz aldığımızda resmi bir armiyanı kurgucu bo'lgan arlıqda şaraitimiz yer bergen, her qandaq devlet turayotgan Uygurlar biz ballarımızı bir amal qilib, biz şu özümüz turayotgan devletlerdeki armiyalarga asker qilib bermegimiz lazım. Eğer biz her bir devlet turayotgan Uygur qarindoshlarimiz özümüzün perzentlerini şu devletlerdeki askeri terbiyeye beralisek, vakti kelgan chaqda biz ularga bir vaqalash, bir shuar bilan biz askerlerimizni bir yerga yig'alaymiz. Ama bizning bolalarimiz mayli qaysi davlatning askari bo'lishidan qat'iy nazar, ularning qalbida, ularning yuragida vatanimizning, tuprog'imizning ozodligi, hurligidan iborat bundaq bir ideologiya, bundaq bir kurash ideyasini singdirib maqad ekanmiz. Ular mayli qaysi davlatning armiyasi qatnashishidan qat'iy nazar, u hamon bizning armiyamiz bo'lib, bizga asqatadi. Ama şungacha bo'lgan arliqda hozirgi xalqaro vaziyatlardagi bizning askar qurishimiz, askar tarbiyalashimiz ve askar yetishtirishimiz uchun yer, joy, hatto qo'ral, ofitserlarni yetkazib beradigan bir qism davlatlar hozirmi tayyor, ilgirimi tayyordi. Biz bundaq bir keskin kurashdan bosh tortdik. Qon to'kishdan, qurolliq kurash qilishdan bosh tortdik. Xuddi Xitoy Kommunist hokimiyatining propagandasi, yani yalgan teşvikatideki Uygurlarning İslam diniga e'tiqod qilganligi uchun ularni terrorist qilib ko'rsatdi. Eğer biz qurolliq kurash qilamiz, Xitoyga qarshi urush qilamiz desak, biz Xitoy deganga o'xshash terrorist bo'lib qolamiz degandek bir xato hukmlarga ishondik. Xitoy Kommunist hokimiyati vatanimiz tuprog'iga bostirib kirib, u bizning xalqimizni qirsa, o'ltirsa, solisa, ossa, vatanimiz tuprog'ini besib olgandan az deb erkeklerimizni tutib turmalarga so'lab, onalarimiz, qizlarimiz, singillarimiz, bolalarimiz yotgan uyga Xitoy erkeklerini kirib yotqizsa, uning qarshi turganlarni ichqisi olsa, o'ltirsa, uning harakati bir xil siyosiy harakat yoki terrorizmga qarshi harakat bo'lib, biz uningga qarshi uni o'ltirsak, self defense, yani o'zimizni qo'g'dash uchun uningga qarshi qurolli harakat qilsak, biz terrorist bo'lamdik. Xitoy Kommunist hokimiyati va uning tajovuzchi qo'shinlarining harbiy formasi o'g'ashqa, avtomatik qurollar o'g'ashqa, uning davlati o'g'ashqa, uning armiyasi o'g'ashqa, uning soti o'g'ashqa. Uning qilgan harakatlari harbiy harakat, bizning qilgan ishlarimiz terroristlik bo'landa? Yo'q. Bizmi o'zimizning haq huquqlarini özümüzge elbisaktan tevbe bo'lgan ona tuprog'imiz, qonunliq tuprog'imizning mustaqilligini qayta asliga keltirish yo'lida kurash qilganligimizni xalqaro oshkora anglatsak, u holda ishimizki bizning xalqimizning bundan inqilob va kurashlari freedom fighter, ya'ni erkinlik jangchilarining kurashlari deb ataladi. Biz buning uchun qurdik Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasini. Çünkü bir partiyaga tayangan chig'imizda u partiyaga biz qasam berib, şeref bilen a'zo bo'lib kirib, uni ko'z qarchig'imizdek asraymiz, qo'g'daymiz, kuchlantiramiz. Asli bu partiya kechikib qurildi. Asli bundaq bir partiya 50 yilning oldida qurilgan bo'lsa, bugungacha millionlarcha partiya a'zolarini atrofiga yig'ib va ularning ozgina partiya badal pullari bilan iqtisodiy jihatdagi qiyinchiligini, odam kuchi bo'libmi bir ideologiyaga, u bo'lsa-mu bu vatan mening vatanim, mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan bir ideologiya ostiga allburun yig'ilgan bugungacha rasmiy muntazam askarimiz, armiyamiz qurilib bo'lgan bo'ladi. Hozir nurg'unlagan qarindoshlarimiz har kuni degidek ko'rib turibsizlar. Dunyoda chivingimi azob vermaydigan, pashinimi o'ltirib qon chiqarishni xohlamaydigan shundoq bir yumshoq dinning agash kuchilari bo'lgan Dalay Lama va uning xalqi
Bugün günlükte kollarını qoralayıp düşmanga karşı kurashga o'tib atadi. Sizlarcha düşmanımız ortak olgan, bir düşmanga ortak qarshi turayotgan Tibet xalqining taqdiri bilan bizning o'xshamaydigan yerimiz bormi? Biz cho'qim yaqin kelgusida resmi Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi ve Uyg'uriston Cumhuriyeti muntizim bir Uyg'ur mustaqillik armiyasini qurib chiqamiz. Biz uning uchun tirashyapmiz, uning uchun qurildik. Şuna biz hech kim demaganni degili chiqdik ve hech kim qilmaganni qilgili chiqdik deganimizning sababi bu. Bizning bu harakatimiz qandaqdir bir xil fantaziya yoki xiyol emas. Deydi ki Xitoy shuncha kuchayib ketdi. Ularga qarshi turish mumkin emas. Onun atom yadro qurolları muntizim askerlerga taqobil turish qat'iy mumkin emas. Sening askar qurib uning qarshi turishim deyishing bir xam xiyol deguchilar bor. Bu bir taslimchilik, bu bir xoinlik. Dünya tarixiga nazar soladigan bo'lsak, her daim kuchliklar ojizlarni besib olgan. Lekin ojizlar kurash qilib, kuchliklar ustidan g'alaba qilib, bugun ozod, hur, mustaqil yashayotdi. Agar ularmi u kuchli bo'lganlik uchun besib oldi, biz unga bo'ysunib deb taslimchilik qilgan bo'lsa, bugun kunlikda ularni bizga o'xshash bechora qul, xonavayron yashagan bo'ladi. Bir millat abay biz degandek g'ururi bilan yashaydi. Shuning uchun Xitoy bizning g'ururimizga tegyapti. Shuning uchun bu Xitoy bizning erligimizga, erlik kimligimizga, bizning vatanparvarligimizga, bizning kurashchan ideyalimizga hujum qilyapti. Acizlarimiz, singillarimiz, onlarimiz, qizlarimizni depsanda qilish orqali bizning g'ururimizni depsanda qilyapti. Bir millat milliy g'ururi bilan yashaydi. Milliy g'ururdan ayrilgan millat chuqum vayron bo'ladi. Dünyada kurash qilgan millat hech qachon yengilmaydi, ham yengilmadi. Onunğa dünya tarixida nurg'un paketlar var bu yerda so'zlab o'tamizmi? Hammanglar bilasizlar. Unda bo'lsa biz oldi bilan rasmiy bir millat bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning ism bilan davlat qurishga ishonmagimiz lozim. Va davlat qurib boshqara oladiganligimizga cho'qim ishonmagimiz lozim. Chunki men biladigan bu Uyg'ur millati tarixda necha qitim xonliqlarni qurgan, necha qitim davlat qurgan, intayin aqlliq, kurashchan, jasur, botir millat. Qandaqdir bugünkidek naqsh etadigan, usul o'ynaydigan, ko'ngli yumshoq, odamgarchiligi va dasturxoni kengri unda millat emas. Ularmi bor? Lekin asli bizning vujudimiz biz o'lab, ahut qiladigan, ochchipib, qilish ko'tarib kurash qiladigan, o'zining dushmanini necha ming kilometr uzunlikdagi sepil so'qishga majbur qilgan intayin kuchli bir millatning avlodlari biz. Bizning ajdodlarimiz ana shunaqa kurashchan, qahramon. Men ulardan faxrlanaman. Biz davlat qurishni albatta bilamiz. Uni boshqarishni texmi yaxshi bilamiz. Agar biz Uyg'urlarni davlat qurib, davlat boshqara olmaydi deydigan har qanday bir shaxs bo'ladigan, u bu millatning dushmani, u bu millatning xoini, u bu millatning taslimchisi. Bizning millatimiz intayin madaniyatlik, intayin kuchlik, intayin jasur bir millat. Men Uyg'ur bo'lganligimdan faxrlanaman. Biz tariximizga qarab baksak, biz dunyoni zilzila keltirgan, dunyoga madaniyat tarqatgan, davlat qurishni, hokimiyat tutishni dunyoga o'rgatgan bir millatning avlodlari biz. Qandaqsi bugungi kunlikda davlat boshqara olmaydigan bo'lib qoldik? Qandaqsi bugungi kunlikda biz armiya qursak bo'lmaydigan bo'lib qoldik? Birsimiz davlat quramiz desak, mana sen davlat agar Uyg'urlar mustaqil bo'lsa, davlatini boshqaradigan iqtidori yo'q. Askar qurib desa, mumkin emas. Yolg'on so'zlab desa. Dushman qanchalik qo'rqsa, biz ham shuncha qo'rqyapmiz. Biz Uyg'urlarga askar qursak yarashmasmi? Biz Uyg'urlar qurol tutsak yarashmasmi? Biz kurash qilib, inqilob qilsak yoki bu yo'lda o'lsak, shahid bo'lsak bo'lmasmi? Albatta bo'ladi. Ama uning uchun biz tashqaridagi 5 milyon yaqin Uyg'ur qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz biz darhol o'ylanmog'imiz lozim. Ama biz yuqorida o'tirib qo'ygan hozirgi xalqaro vaziyat bizningki
Xitoyga qarshi dahshatli bir kurashga, inqilobga tayyor bo'lmoqimiz uchun intayin afzal sharoitlarni yaratib beryapti vatandoshlarım. Agar biz bunga diqqat qilmasak, biz bunga qarshi tayyor bo'lmasak, ama biz degan kuchli bir ideologiyaga tayyormasak, ishonimizki yaqin kelgusida parchalanib vayron bo'lgan Xitoy kommunist hokimiyatining o'rniga balki bir xil demokratik Xitoy hokimiyati o'tirishi mumkin. U chaqda biz uni avtonomiyasiga aylanib qolamiz-da. Hozirgidan bir qadar yaxshi yashashimiz mumkin, lekin mangu mustaqilligimizni yo'qotib, bir millat sifatida vayron bo'lib tugaymiz. Biz buning uchun tayyor bo'lmamiz lozim. Biz yalnız Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi emas, biz her qanday bir tajovuzchiga, her qanday bir hukmronga, her qanday guruh ve her qanday sınıfga bizning tupurimizga kelib bizga hukmronlik qilishiga qarshimiz. Biz o tuproqning egisi. Agar biz mushtaq deyilgan chig'imizda, u mayli Xitoy olsun, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday bir tajovuzchi bizning tuprog'imizga hukmronlik qilishi mumkin emas. Ama biz yuqorida degandek, kurash qilgan millat hech qachon yengilmaydi ham yengilmadi. Biz buning uchun Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasini qurdik. Biz buning uchun Uyg'uriston Cumhuriyetini jakaladik. Biz buning uchun xizmat qilyapmiz. Ama biz o'zimizning mustaqilligiga, biz haq taraf tutganligimizga, bizning da'volarimizning qonunlik haq taraf da'vosi ekanligiga, şu ziminning haqiqiy qonunlik egisi ekanligimizga o'zimiz ishonishimiz lozim. Bo'lmasa biz hech kimni ishontirolmaymiz. Elbette xalqaro yardımga intayin ko'p ehtiyojimiz var. Shuning uchun biz diplomatik munosabat o'rnatib, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi biz rasmiy shaklda hozir butkul davlatlarning Amerika turishliq konsullari bilan ko'rishishni boshladik, ham ko'rishyapmiz. Biz ko'rishgan chaqda biz biz o'tirib qo'ygandek haqiqiy mustaqillikdan iborat hech qanday bir narsaning bizni ozod va mustaqil yashamaydiganlikdan iborat bir haqiqatni anlatib so'zlashyapmiz. Shuning uchun biz dunyodagi barliq tashkilotlar, mayli o kishilik huquq tashkilotlari olsun, inson huquqlari tashkilotlari olsun, ba'zi bizning ilg'or shaxslarimiz olsun, ular vatan millatiga xoinlik qilmagan bo'ladi ekan, biz ular bilan ittifoq tuzimiz, hamkorlashimiz, bir-birimizga yordam beramiz va bo'shliqlarimizni to'ldirib, ortiqchaligimizni birlikda joriy qildiramiz deb o'tirg'a chiqdik. Dushman mana shunday ojizlashgan sari g'aljirlashidi. Xitoy kommunist hokimiyatining bugungi kunlikda millionlarcha xalqimizni turmalarga solab, lagerlarga solab, ularni o'ldirib qilishlari uning kuchlanib ketganligimi? Yo'q, ilgari o'tirib qo'ydik. U uning ojizlab ketganligining natijasi. Ko'ryapsizlar, Xitoyning armiyasi va davlati va atom bu yadro qurollari va shunda turib, uning Tibetning tog'lariga epmangan askarlarining qanday o'kirab yig'layotganligini ko'rdinglarmi? Mana bu uning askarlarining quvvati. Uningda haqiqat yo'q. Bizning xalqimizda haq var. Uning uchun biz kuchli. Bizning bir askarimiz Xitoyning 10,000 askarga to'n keladi. Chunki biz ona tuprog'imizni qo'llash uchun jinimizdan, milimizdan, hayotimizdan kashkili chiqdik. Uning uchun biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi ko'plab a'zo bo'lib, bizning bu yuqorida aytgan mushundaq bir ulug'vor g'oyalarimizga yetish uchun sizlarning hamkorlashinglarni, yordam berishinglarni iltimos qilamiz. İşinimizki biz şu partiyamiz orqali minglarcha, yüz minglarcha, millionlarcha partiya a'zolarini qabul qilganchigimizda biz intayin kuchayib, biz rasmiy dunyoda, biz rasmiy xalqaro sahnada bir davlatning vakili sifatida biz ular bilan ko'rishib, biz yuqorida degan imtiyozlarni, yuqorida degan orzularimizni amalga oshirish uchun biz birlikda harakat qilib boralaymiz. Shuning uchun ba'zi hamma gaplarni bu yerda deb o'tirishning o'rni yo'q. Ama bizning partiyamiz, biz yuqorida degandek, qandaqdir bir ortiqcha qurilib qolmadi. Aksincha bizning tashqarida ilib borgan asrga yaqin ilib borgan da'volarimizning bo'shliqlarini to'ldirg'ili. Va bu da'voni kurashga, inqilobga aylantirg'ili. Xitoy bilan rasmiy shaklda qurolliq kurash qilish uchun chiqdik. Bu men degandek xalqaro qonunlarga tubdan uygun hiç ensirmanglar. Biz çoğum yuqorida deganimizdek xalqaro qonun ve o'zimiz turayotgan davlatlarning yerli qonunlariga himoya qilgan asosda biz bu maqsadlarimizga çoğum yetib bora olamiz. Shunga Alloh bundan keyingi ishlarimizda yor ve yordamchimiz bo'lsin. Ko'pchilikka rahmat.